Assalomu alaykum. Uzaftar remont kanalimiz obunachilari va YouTube kuzatuvchilari, aziz do'stlar, bugungi video lavhamiz Matiz avtomashinasi. Hop, oldidan jiddiygina tegan, shlanjronlarning uchlari ham o'rtaga qarab yig'ishtirilib qopti. Oldilarini chiroyli qilib tortib chiqarib, eshigi, hop, chap tomon oldi eshik, qanoti, kapot, uslitr, o'ng tomon oldi qanotlari kraska bo'lib qolgan. Ularni kraskalarini qilib chiroyli qilib yig'ib chiqarib beramiz inshaalloh. Juda ham chiroyli video bo'lyapti. Xudo xolasa, videomiz ichida albatta foydali ma'lumotlar bo'ladi aziz do'stlar. Videomiz oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa yaxshi foydali ma'lumotlar bor. Azizlar, videomiz boshida bir qator aytib o'tiraman. Bu ishimizni eshik, qanot, kapot, o'ng tomonli qanoti, hop, slitrlari shu tortish ishlari bilan birga 4,5 million so'mgadagi o'rq qilingan. Kraskalari albatta bizdan bo'ladi. Qolgan zapchastlarni egalari o'zlari olib kelib berishadi. Biz shu mehnatimizga, kraskaga bo'ladigan rasxodlariga bizdan bo'lyapti. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda mashinani chiqarib topshiramiz egalariga. Azizlar, mashinamizni mana ishlari ancha oldinga yurib qoldi. Shu oldidan urilganda mordasi ancha pasayib olgan ekan. Hozir mana shu karnizini lo'g'idan ushlatib turib, oldidan mana ko'tarilyapti. Hozir ancha joyiga qaytdi. Shu mordasi pasaygani hisobiga mana aytiga ustalarimiz o'zi bilishadi, pastayanniy shetiga skeletka tushadi. Shu mordasini ko'tarilganda shu skeletkasi ham bir rato'la yayilib ketyapti. Keyin hop, mordasi o'ng tarafga o'tib ketib qolgan edi. Shuni joyiga qaytardik. Lanjronlarning uchlari yana chiroyli holatda
ancha yig'ishtirilib qolgan ekan. Shu o'rtaga yig'ishtirilib qolgan ekan ikkovlanish rona. Shularni hozir joyiga qaytardik. Endi mana shu uchini o'zida ozgina ish qolyapti. Ularni to'g'irlasak, bag'lari orqa tomonlarida ishlari tugadi. Xudo xolasa matlarni chiroyli qilib uchilarini ham tekislab qo'ysak bo'ldi. O'zi yana ozgina yorug'lar tushib qolishni boshlagan ekan. Ularni ham chiroyli qilib aridlarni qilib qo'yamiz. O'zi oldingi safar tegan ekan mana shu yerda mana qolib ketib qolgan ekan nimalari. Ular unaqangi strashniy ta'sir qilmaydi, lekin qilib qo'ygan yaxshi. Chiroyli qilib masjidlarni ham to'g'irlab tekislab yuboramiz. Egalariga chiroyli holatda topshiramiz inshaalloh. Chiroyli qilib tekislab berdik. Xudo xolasa qanotni ustilari ham qangi krivoy bo'lib turadi, qiyshiq bo'lib turadi. Ularni chiqardik, joyiga tekis turibdi. Endi oshoq-moshog'ini qo'yib ko'ramiz. Mabodo oshoq-moshog'da ham muammosi bo'lsa, uni ham almashtiramiz. Juda jinni. Unda ham qiyshiqlik borga o'xshayapti. Bag'larni mana tashqarilarini ham chiroyli qilib tekislab berdik. Endi eski yirtilgan joyi bor ekan, buni yorilgan joyi bor ekan. Ularni varid qilib sekin ustanovkalarini boshlaymiz. Tugasini qo'ydik. Razmeri chiroyli keldi. Orasi unaqangi katta kichkina emas ekan. Yaxshi. Hop, hozir murdasi ozgina o'ng tarafga o't ketib qolgan ekan. Shuni endi joyiga qaytarilyapti. Ozgina o't ketib qoldi. O'zi ko'zda ham chip-chip bilinyapti. Shuni endi hozir joyiga qaytaramiz.
Bu taraf murdasi ham ancha tasliq qilayotgan ekan, bag'ini ham ko'taryapmiz ham. Zajimladi. Ushatilgan. Shu burchakdan bag'ini ko'tarilyapti, dam kiratdi. Bahorasi ozgina murdasini ko'tarsak va shu tomonlarni jurnni bo'ldi. Ustanovkalarini boshlayveramiz. Litrlarni yana chiroyli qilib ustanovkalar qildik. Joy-joyiga keldi inshaalloh. Hozir shu nimalar mana qirg'og'i ham chutki joyida kelib turibdi. Mana bu tarafi ham chutki bo'lib joyida kelib turibdi mana. Ag'dan o'sha 2 mm o'rtaroqda, bu tarafdan ham 2 mm o'rtaroqda turibdi. Mana nimalari ham joyiga hozir qo'yib, shuruplar bilan turibdi. Mana borsa bo'ladi, joyiga bemalol keladi. Bu tarafi o'zi mana chotki bo'lib yopishib turibdi. Shuruplarda qatirildi. Filtrimiz mushni bo'lib joyiga qo'ydi. Endi sekin kapotlarini qo'yishni boshlaymiz. Kapotlarimiz ham, qanotlari ham yangi. Hozir qator chiroyli qilib qo'yib, kapot qanotlarini filtrlarni qo'yib, ustanovkalarni qilib, bir qator baland pastligini bitta ko'rib berchi deb shaytonni qo'ydik. Chotki turibdi ekan. Sentrovkalar. Xohlasa baland pastligi ham chotki, o'ngda chaptaligini endi yana bir qator ko'ramiz. Hozir zazorlarni qo'yishda davom ettirilyapti. Qanotlarni qo'yib yig'ib, o'ng tomon chap tomonda bo'lsa, kamchiligi bo'lsa bir qator yana tortish ishlarini olib boramiz. Mabodo to'g'ri yaxshi kelgan bo'lsa, variyatlarni qilib turib, sirazi malyarga. Qanot kapotlarimiz, faralarimiz mana ustanovka qildik. Filtrni uyalarini polnosti ustanovkalarni qilib, ozgina kamchiligi bor edi ekan, shu chap tomonga yana 0,5 santimetr kam bo'lgan edi ekan. O'shanisini ham qo'shib tortdik. Mana xudo xolasa zazorlari o'ta go'zal holatda keldi. Taraflari ham mana chotki holatiga turibdi. Hali zamoy yo'q. Lekin boltlari qatirilgan holatda. Taraflari ham boltlari polnosti qatirilgan holatda turibdi. Lekin zazorlari juda go'zal holatda keldi. Qanotlarimiz zazori ham o'ta go'zal holatda kelib turishibdi. Stoykamiz ham zazori. Xo'p, bu tarafda endi ozgina kamchiligi bor zazorida. U eshikdan endi eshigini to'g'irlasa o'rnalib oladi. Eshigini to'g'irlashimiz kerak, eshikda mana. Eshigi chiqsa ozgina qaytadi, shuni hisobiga shunday kattaroq turibdi bu. Eshigi mana. Bu eshikda xotirjam nolga yechintiramiz. Ayni stoykalarni hammasini chiqarib, uchkalarigacha chiqarib,
ichlarini ichini katta qilib ochib olamizda, keyin patronka chiqaramiz. Xudo xolasa bizning ishimiz ancha yaqinlashib qoldi. Hozir bamferni ham bitta qo'yib, qoshi bilan yig'ib ko'rsak bo'ldi, baqi o'sha malyarga. Litrimizni bitta bo'ldi to'g'ri, qolganlari to'g'ri kelmayapti. 3 litr Xitoy 3 litr etdi. Shuni hisobiga jinni nimasi bo'lyapti. Ozgina. Hop, 3 litrni o'zini jildirish kerak bo'ladimi desam, hamma zazurlar chiroyli keldi. Teshiklarini jildiraytsam, xunilashib ketadi. Ama o'ta go'zal kelibdi-yu. Ozgina jildirsak bo'lar ekan. Zo'r kelibdi, xudo xolasa. Ishni cho'tki qilib, tekizlab chiqildi. Mana hozir yupqa bir siloy nimani shpaklovkani hozir tortib chiqildi. Buni ham hozir deydi 70% shukurga qilinganda chiqib ketadi. Yatida-batida mayda-chuyda miyatinalarida qoladi xolos. Xudo xolasa ishimiz cho'tki chiqdi. Endi qator paka bag'i ishi tayyor bo'lgungacha qolgan detallarni polностью gruntовкаlarni qilib berdik. Sepilishiga ham oz qoldi, xudo xolasa sepib tashlaymiz. Ustaxonani ham sekin o'zidan chiqarib ichkarilarni remontlarni boshlab yuborildi. Mana xudo xolasa. Bat polirovka xona bo'ldi. Keyin kraska-praskalar qo'ygani, materiallar qo'ygani joylar qilib berdik. Rozetkalar bor, bu tomonda ham bor. Ro'oladi. Xudo xolasa kengina yop-yorug' xona bo'ldi. Azizlar, nihoyatan matchimiz tayyor bo'ldi. Ozgina ishlar qolyapti. Shu labovoyni almashtirib qo'yishimiz kerak. Labovoy tarag'i ham o'sha urilganda singan joylari bor ekan, unisiga qaralmagan ekan. Nomer поставка labovoy tarag' labovoyni almashtirib qo'ysa, bu yog'i tayyor inshaalloh. Cho'tki chiqdi. Zazurlarimizda muammolar yo'q inshaalloh. Taraflari ham podburlari ham moshniy tushgan. Kimga shunaqangi xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Qo'ldan kelganicha chiroyli holatda qilib qo'yamiz. Eshigimiz ham cho'tki chiqqan. Hozir bitta past tomonga lampochka qo'yilmagan ekan, bag'i.
Telefonni fanarini o'zida bo'lyapti. Hop, syomkamiz inshaalloh mana cho'tki turibdi. Shayrinlari ham mo'shni. Zernolari ham как zavod bo'lib chiqqan. Mana. Xudo xolasa cho'tki chiqdi. Menga shunaqangi xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Qo'ldan kelgancha vaqtida garantiyali atilgan kunga chiqarib berishga harakat qilamiz aziz do'stlar. Sog' salomat bo'linglar. Bundan keyingi videolarimizda uchrashguncha deb qolamiz. Yaqin kunlarda mana bu Lacetti'da obzorini ham chiqaramiz. Jiddiyroq urilgan, shu tomonni qanotini ichlari bilan pastda poli bilan birga almashtiramiz. Bitta eshik, parogi, o'ng tomon, chap tomon orqa qanoti ham almashadi. Aylanib ketib, tomoni yengilroq degan. Shu 3 ta detalni sepamiz. Yana bir ishimiz bor, buni endi Xudo xolasa bu jiddiyroq video bo'ladi.